Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Biz Urganch shahar markazida 4 qavatli domimizning 2-qavatida bir xona sotib olib chiqqan ekan. Xorazm palasini to'g'risi, Mirkafeni ham boshi, Medu uchilishi ham yaqin. Bir xona. Prixojimiz. Bu yerimiz zal, bu yerimiz oshxona, bu yerimiz sanuzel. Bahası 225 milyon so'm aziz yurtdoshlar, salgina kelishib beriladi ekan. Suv gaz svetlardan manba yo'q. Yo'lning ustida marshrutlardan manba yo'q. Dekon bozor ham yaqin. Bu yerimiz oshxona, buning polkat qo'yib turar ekan, bu yerda banka sanka qo'ymoqqa. Birimiz zal. Sostanasi o'rta aziz yurtdoshlar. Bir g'olni döşab berib, doğru yashasa bo'ladi. Bu yerimiz ochiq balkon. Orqa tarafimiz 30 ekan. Bahosini yana bir aytib o'taman. 225 million so'm. Salgina kelishib beriladi. Ekrandagi nomerlarga chiqib murojaat qilisizlar, keyingi roliklar uchun sog'lom bo'linglar, ishlaringiz omad.